Tugallanmagan obeliskga keldik. 9-mart 2025-yil. Shu toshlar, hamma shu toshlardan olib borib piramidaga olib borishgan. Bu arabcha ekan. Yo'q, hali ham bor ekan. Endi bu Covid payti shekilli. Shu yerdan biletdan kirilar ekan. Biletni bu yerdan yoki bu yerdan olsangiz bo'ladi. Bor. 220 so'm, ya'ni 4,5 dollar. Kirganimizda mana odatdagidek it, Misrda it yaxshi ko'rishadi, betlarida ham itlar. Ana bitta ma'lumot berishibdi. Kirgan joyimiz, turistlar kelishyapti ertalabdan. O'zi obelisk nima? Mana shu tosh, obelisk eng ko'p sizlar Rimda ko'rgan bo'lsangiz mumkin, bitta Istanbulda ham bor. Ana, unfinished obelisk, tugallanmagan obelisk. Endi bu obelisk bu oldingi tilda, misrlar tilida Texen deb atalgan, deyapti. Bu xudoni mana shu ramzi bo'lgan ekan, katta. Tepada Xudo turib butun dunyoni yaratgan ekan. Shu butun dunyoni shu Misrdan turib yaratgan. Bu har bitta qirol uchun yaratilgan obelisk. Har 3 yilda yaratishgan. Bu yerda aytishicha bu obelisk eng katta bo'lish kerak bo'lgan. 20-asrning boshida 20-asr boshida topilgan deyapti. Agar bu obelisk bitganida, bu bitmay qolib ketganda, tugallanmagan. 1168 tonna, 1000 tonnadan ortiq, mana 1000 tonna ortiq va 42 metr balandlikda bo'lishi kerak bo'lgan. Lekin tugallanmagan sababi ozgina singan joylari paydo bo'lgani uchun to'xtatilgan. Hatshepsut degan qirolicha uchun deyshadi. Mana qaranglar, butun dunyo kartasi, mana Misr bo'lsa, Amerika, eng ko'p Italiyada, mana Turkiyada bor. Polshada, Germaniya, Fransiya, Angliyada bor. Bitta O'zbekistonga ham olib borishni taklif qilib yotibmiz, lekin bu xom xayol deyapti. Mana Italiyada juda ko'p. Italiya Rim imperiyasi olib ketganda, bitta Turkiyadagina mana Sulton Ahmadning oldagisi Tutmos 3-niki ekan. Vatikanda ham bitta bor. O'shani men turklarga borib kimniki desam ayta olmadi. Bu qirollarniki, shu Rim imperatorniki deydi. Obeliskda har bitta shohni ismi yozilgan va tanisi titul deydi-yu, titul yozilgan bo'lgan. Har bitta shoh har 3 yilda bitta o'ziga obelisk qurdirgan. Har 3 yil bo'lganda bitta obelisk qurdirib, baland, eng kattasi shu bo'lish kerak bo'lgan. Qancha baland bo'lsa, shuncha mashhur bo'lish kerak, shuncha kuchni ko'rsatish kerak. Bu granit toshdan qilinadi. Eng qattiq granit toshi. Shu piramidaning ichidagi eng qattiq toshlar shu yerdan olib borilgan granit toshlar. Mana bu Misrning xaritasi. Bu Asvanning xaritasi deyapti. Asvanda nimalar bor? Endi biz hammasiga borib yurmadik. Endi ibodatxonalarga bormadik. Luxorda borgandik, hammasi bir xil ekan. Mana. Obelisklar qanday qilingan? Oldinlar obeliskni qanday qilishgan tushunishmagan. Ya'ni odam qilmagan degan ish kerak. Shunaqa katta bir og'ir narsani qanday qilishgan? Mana bu yerda kemaga solib, mana odamlar olib ketyapti. Katta toshni. Shu joy topilgandan keyin 20-asrda. Keyin aytishgan, bilishgan, haqiqatda odamlar qilgan, xuddi shunaqa usulda qilishgan deb tushunishgan. Granit toshlarni bu yerdan olishgan. Mana eng ko'p Jabal al-Silsila, silsila tog'i. Va shuningdek Xorimxeb degan joyda ham toshlar bor. Aynan o'sha toshlar qurilish materiali hisoblangan bu yerlarda. Mana. Shu O'zbekistonda bo'lganda shu itlar tep tashardik. Tushuntirishyapti. Shuni tushuntirgan narsalar tushuntirishyapti. Shu toshlardan uyib bo'lishganda, bu hozir qorong'i bo'lib ko'rinmayaptimi, bilmadim. Katta toshlar, mana shular qirib olishganda toshlarni qaranglar. Eng qattiq tosh, eng sifatli tosh, sinmaydigan bu granit. Mana shu granit toshini qanday qilib qirqib tekis qilib olishgan. Bu yerda tushuntirishadi. Nima deydi? Bir qum tosh bor-ku, bitta oddiy tosh bordi, boshqa bir granitni olib
ishqalab o'tiradi. Sekin ishqalab bir yil odamlar ishqalab kecha-yu kunduz ishqalab kesib olishgan deyishadi endi hozirgi paytda. Shu yerdan tepaga chiqib ko'rinish kerak. Nemischa gapirishyapti. Hamma yoq tosh. Granit toshi shunaqa bo'ladi. Granit toshi. O'zbekistonda ham bo'lsa kerak. Mana shu yerga keldik. Davom etamiz. It yo uxlayapti, yo o'lib qo'ygan. Mast. It boqishadi darasa it. Tepalikka chiqishyapti. Har bir qadamimizni zapis qilib olmasak, qaraganda eslolmaymiz shekilli. Mana o'sha go'zal qiz, mana o'sha go'zal qiz deb qo'shiq aytishardi-yu. Mana o'sha obelisk. Hamma ko'rish uchun kelgan. Qanday qilib qilishgan? Qaranglar, ustlari tekis qilib olib kelishgandi. Bu yo'llar g'idir-budirroq, tekislashni to'xtatishgan. Orasi singanda, siniq ketgan. Ana keldik xullas. Endi ko'radiganimizni ko'rdik. Qanday qilib yaqinroq bo'lsak bo'lardi. Ustiga chiqay desam yo'q deyapti. Internetda odamlar chiqib turgan-ku desam. Sen internetda emassan, Misrdasan deyapti. Bu meni soyam, mana. Soyam salom aytyapti. Soya. Mana toshlarni ko'ryapmiz, endi soya emas. Endi bu yerdan nima olsa bo'ladi? Ha, mana mashitda, mana qaranglar. Shu toshlar bilan qo'l bilan urib qirqishganda birinchi g'adir-budir qilib. Keyin sekin qanaqadir shaklda narsa olishgan. Shular hammasi shu yerdagi hammasi, mana shu tosh bo'lgan hammasini olib Misr bo'ylab tarqatishgan. Bilishimizcha. Bilmadim, ko'radigan narsamiz qolmadi shekilli boshqa. Asvan shahri. O'sha mehmonxona orqa tarafda turdik. Orolchada yashadik bir kun. Bir kun shahar ichida. Yerda yursam bo'ladimi desam, yuraver deb. Katta izlar, odamga qadimgi bahaybat insonlar. Bu yerdan olsa bo'ladi deyapti, keyin tepadan nimadir bor shekilli. Mana shu panorama shekilli. Sakrab chiqyapmiz. Shu yerdan chiqar bo'lsak, keyin ishlayapti. Betlarda ham bor ekan mana. Lekin unfinished obelisk bu yerda yo'q. Shu yerlardan toshlar olishgan ekanda. Shu toshlari olib qanaqa qilib tepaga ko'tarib olib ketgan-a? Arqon bo'lganmi-ku, paytga zanjir bo'lganmi ekan? Nimalikdan qaranglar. Tekis qilmadir olishibdi. Bitta pastga tushaylikchi. Qiziqqanimiz shu tosh nima ekan? Qani bir ushlab ko'raylikchi. Mana taxminan 3000 yil oldin mana kimdir masjidga mana shu temir bo'lmagan u paytda aytib qo'y, temir bilan qizgan desangiz, temir bo'lmagan. Nimadirlar bilandir teshgan. Mana qaranglar. Qo'l kiryapti. Shu
teshib nimadir qilib bu ko'targanmi bu toshni, bu ko'tarmoqchi bo'lgan yoki ko'tarmay qolib ketganmi? Shu tushuntiradi-da qanaqa kesganini. Bu ko'tarmoqchi bo'lgan, bu sinib ketgan menimcha. Mana ham aytdi, mana ustini kesishgan shunaqa qilib. Temir bo'lmagan davr u. Shuni odamlar e'tibor bermayapti. Temir bilan kesgan desangiz. Temir yo'q davrda yasalgan. Kechirani militsiyalar rosa yordam beryapti-da. Yordam beryapti. Oxirida pul kutadi bular baribir. Bermay ketib borishar ekan. Mana tamom tugabdi. Bazar degani, shopping degani. Bazarat derkan bular arabchada. Tugadi shu bilan. Malades qoyil. Qadimgi misrlarga qoyil. Idislarni mana shu toshlar yordamida qirqishgan. Hozir itlar quvladi, biz ular quvladik. Xullas mana tosh shu obeliskni bir qismi deydimi? Obelisk bo'lmasa ham boshqa tosh o'yib qo'yishgan. Ha, bu xudosi qushi kallasiga o'xshaydi. Quyosh. Bitta bu Firavn ustida boshqa xudo himoya qilyapti. Firavn ismi endi o'qishni bilmaymiz. Choy beryaptimi? Xullas. Shu narsalarni qilib ketishgandi shu yerdan.